Misol uchun bizanikilar hozirgi zamondagilar niyat ko'rdi 10 unga yoqding bo'ldi uylanish kerak. Ne, zdrasте. Ухаживать deganda nimani ma'noda tutyapsiz? Misol uchun sizni qayergadir olib borishni yoki qayergadir olib chiqishni ma'nosida tutyapsizmi yoki Vaqt ajratish. Misol uchun mana ikki taraf ham ishlaydi, misol uchun, lekin ishdan tashqari ham o'zining lичный shaxsiy hayoti bo'lishi kerak-da. Misol uchun, u odam bilan bir umr birga bo'lasiz. Bu narsa men deydi, bozordan naski sotib olishmasdan, yoqmasdan qizil emas, qorasini olaman emasda. Bir umr u bilan vaqt o'tkazasiz. O'shaning uchun turmushga chiqquncha vaqt o'tkazishingiz kerak, bir-biringizni o'rganishingiz kerak, bir-biringizni tanishishingiz kerak, bir-biringizni minus plus taraflaringizni ko'rasiz, o'shanga qarab turmush qurasizda. Misol uchun, 40 yil oldin ham, misol uchun, oyimgalarning zamonida ham adam bilan 1 yil gaplashishganda, misol uchun, bizanikilar hozirgi zamondagilar niyat ko'rdi 10 unga yoqding bo'ldi uylanish kerak. Ne, zdrasте. U zamon emas hozir. Yaxshi o'rganish kerak. Da. Bir-birini o'rganish kerak. Işte bir-biriga mosmi yo'qmi, to'g'ri keladimi yo'qmi, to'g'ri kelmasa nima deydi, nima qilasiz birovni vaqtini, baxtini olib. Balki u boshqasi bilan baxtli bo'ladi. O'zini urovnidagi odam bor, meni o'rni urovnimdagi odam bor, uniki bor. Misol uchunda. To'g'ri kelmasa u voy, anaqa bunaqa nima strategiya qilmasdan, drama qilmasdan, все, hamma o'zini yo'lida и все.